Abdurahmon Fozilov Faqat iplos odam ekan. Urdimmi? Ha, to'g'ri. Yo'q, urdimmi deyapman. Assalomu alaykum. Sizlar mana shu uchrashuvni kutganmidinglar mana? Umarbek ukam. Ha, Umarjon, o'zi ana ikkinchi marta ko'rishib tursin. Ko'rishim keluvdim. Bolajonim o'sha joyda o'ziniki deb uverin bo'lgan. Har kim ham o'ziga uverin bo'lganda, gapida uverin turadi. Haqiqatan ham Umarbek meni joyim deb o'ylagan, lekin u asli u joy ichki ishlar xodimlariga mo'ljallangan joy. Bir marta u yoqqa o'tdim, to'g'rimi? Ikki marta bu yoqqa o'tdim. Qarasam talpa bo'lyapti. Keyin men kelib nima dedim bolam, o'zing ayt mana. Keyin shu biletni ularga ko'rsatdim, sal tushunarsiz holatlar bo'ldi, ammo keyin sal janjal bo'lib ketdi. Meni olib chiqib ketish stadiondan. Oxir o'zlari Yo'q, kelib, men olib chiqib ketdimmi, kim olib chiqib ketdi? ichki ishlar xodimlari Ha. olib chiqib ketishdi. Keyin o'zlari kelib, meni stadionga olib kirib, boshqa joyga o'tkaztirib qo'ydi. Bolajon hayajonlanyaptilar. Qaranglar. O'sha joyda men buni birinchi ketdim. Keyin to'xtadim. Men shu bolani ahmoq deb qo'ydim dedimda, ichimdan o'tdi. Birinchi marta kelgan ekan, joyda tushunmaganini biz bilamiz. Bir aytdim, ikki aytdim, uch aytdim, tushunmagandan keyin u ahmoq deb keyin yana bitta so'kib qo'ydim bilmasdan, ichimdan o'tdi. Men tan olaman. Keyin ketdim shu bilan. Qaytib kelib, bolam, sandalingni og'ritib qo'ydim, to'g'rimi? To'g'ri. Ke dedim, men seni zo'r joyga olib boraman dedim. Ukajoningiz ham bor edi, qo'lida ikkita narkoz bor. Ha. Keyin olib borib, haligi sentralniy sektorga qo'ymayotganga militsiyalarga o'zim iltimos qildimmi? Ha, to'g'ri. Aytdim. Keyin olib kirdim, sentralniy joyga o'tirg'izdim. O'sha joyda yana anaqalar o'tirma deyishdi, to'g'rimi? Yana nima dedim? Bu meni ukam. Bu bolaga qarab turgan. Shu yerda o'tirsin, sentr joyda ko'rsin dedimmi? Urdimmi? Ha, to'g'ri. Yo'q, urdimmi deyapman. Ha, urdingiz. Yo'q, ha, men boshqacha ma'noda aytasiz o'ylayapman. Ha, anu gazmi. Gazmi. Yo'q, urmadim. Qisqasi, cho'tki joyga o'tirg'izib qo'yib, xayrlashib ketdim, to'g'rimi? Bu bolajonimiz o'zi zo'r videolarni qo'yar ekan futbol sohasida. Mana shu jonim futbolim, to'g'rimi? Ko'rsatib qo'yaman. Kollaboratsiya qilib qo'yam shu videoni. Podpisatsiya qilib qo'yinglar. Aqllilik qilmoqchi emasman. Sizlarga aytadigan gapim, ikki tomonni eshitmasdan g'iybat qilib gunohga botmanglar. Chunki eng yomon narsa mo'minni haqorat qilishi, mo'minni g'iybat qilishi. Zo'r bola, aqlli bola. O'zi 400-500 mingta podpisчикni o'zini kuchi bilan yiqqan. Xudo xolasa bizdan ham kuchayib ketadi. Shu uchun azizlar, yaxshisi bunga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Biz kelishib oldik o'zimiz, do'stlashib oldik. Urushganimiz ham, janjal qilganimiz ham yo'q. Mana aytdi, o'rtoqlari ham, do'stlari ham turibdi. Xudo xolasa 31-da Amerikaga ketyapmiz. Vizam olmayman, Amerikaga olib ketib olaman. Sog' bo'lasizlar. Agar do'stlashishimiz, shunaqangi muloqotimiz yoqqan bo'lsa, o'sha gap yurachani qizartirib qo'yib, o'sha janjal to'polon qilayotganlarga videoni yuborib qo'yinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. 5 kere 5 25. Katta.